hozir sizlar bilan birgalikda yoshlikka qaytamiz. Bu bizning mahallamiz. Assalomu alaykum. Juda katta bo'lgan mahallamiz bu yoq. Ko'chamiz naryoqda. Oho. Mana shu domlarning pastida damkomxona, cho'tkaxona bo'lardi. Ko'chatlarning o'rnida uylar bo'lardi. 10 tomon polni uylar bo'lardi. Demak, shu to'g'rida magazin bilan sartarosh. Mana shu yerda damkomxona, bu tomonda esa magazin, sartaroshxona uylar bo'lar edi. Kimesida. Mana shu yerdan biz doimo maktabga qatnardik. Eng baxtli payting qachon edi desa, o'sha maktabga borayotgan paytim bo'lardi, chunki bitta muammo bo'lardi. Maktabga dars qilib borish, maktabdan qaytish. Boshqa muammo bo'lmagan. Uyga kelib ko'rsak o'tirardik xolos. Chunki ishlash qo'limizdan kelmagan, nadir qilish qo'limizdan kelmagan, kichkina bola bo'lganmiz. Mana shu mahallalar bo'lardi. Paytda ham yomon qo'rqardik kirishga nimagadir. Ismoil degan o'rtog'im mana shu arilarni hammasi sakrab o'tardi. Aytdi, uzun katta-kattalari bor. Men bo'yim kichkina bo'lganligi uchun o'ta olmasdim. Mana shu hammasi sakrab o'tardi. Yoshligimizda o'sha yoshligimizda asfalt qilinmagan bu mahalla haligacha asfalt qilinmagan. Yoshligimizda shu doim suv teshilgan qiyshiq yo'l bor. Mana shu yerdan yugurib pastga tushib ketardik. Yugurib poyga o'ynab ketardik. Eski masjid bo'lgan deyishadi chetda. Bu yoqdan sekin bolalar bilan gaplashib ketardik. Qo'ni qo'shlarim bilan hammasi bolalar, akalar, ukalar, o'rtoqlarim. Shu yoshligimizdagi eng mashhur ko'prik biz uchun shu Volga daryosidan ham zo'r Kurkuldek. Ishda hayotimiz o'tgan. Ibrohim akaning kontorxonasini eslaydiganlar bormi? Ishda bo'lardi yoshligimizda. Hozir yopilib ketgan, hozir hammasi kattalashib ketgan. Eng qiynaydigan joyi mana shundan chiqish biz uchun juda ham katta sinov bo'lgan. Og'ir mehnat bo'lgan. Majlisdan kimdir chiqadi, kimdir bu yoqdan chiqadi. Qaytishda har doim shunday yugurib tushardik Ismoil bilan. Yugurib poyga o'ynab tushardik. Hali ham qiyin ekan. Oyog'im borib qoldi. Chiquncha. Shu bilan kelardik. Intasayir masjid oldidan chapga o'tganimizdan keyin maktabga qarab ketardik. Shu bilan sayohatimiz tamom bo'lardi. Maktabga borib kirib ketardik hammamiz xonamizga. Shu yerda to'g'ri borardik hokimiyatdan. Shunday o'yinga qayilib maktabga o'tib ketar edik. Endi yoshligim o'tib ketdi.